Assalomu alaykum. Uzumchilikka, bog'dorchilikka qiziqadigan va biz uchun aziz va qadrli bo'lgan bobo dehqonlar. Bugun 2026-yil 18-iyun sanasi o'zimizning bog'imizdan videorolik qilyapman. Bugungi videorolik tayyorlashdan maqsad mana avatar uzumlarimizga rang kirib qoldi, ko'rishingiz mumkin. Rang kiradigan uzumlarimizga, ertaroq rang oladigan uzumlarimizda qushlardan qanday himoya qilamiz? Biz qanday vositalardan foydalanamiz qushlarni himoya qilish uchun mana shunaqa rang oladigan uzumlarimizda. Bu yerda ham rang olishni boshladi avatarlar. Mana bular ham rang olyapti. Endi bularga qushlar albatta hujum qilishadi. Qushlar bular rang olganini payqab qolmasdan biz ularni himoya qilishimiz kerak. Agar bularga shikast yetkazsa, keyin ularga ori ham kelib qoladi, keyin natijada chirish kelib chiqadi. Shuning uchun ularni biz mana bunaqa setkalar bilan himoya qilamiz. Mana bu yerda hozircha 100 dona setka bor. 80 ming so'm pulga olganman. Xorazm viloyati Hazarasiz tumanidan, Hazarasiz bozoridan olganman. Hazarasiz bozoridan olganman. 100 donasini 80 ming so'mga sotib olganman. O'rtacha mana shu bosh masalan 1 kilo chiqsa, mana shu 800 so'mlik bir dona setka shuni himoya qiladi. Hisoblab ko'rsak, 100 kilocha uzumni 80 ming so'm bilan qushlardan himoya qilsa bo'lar ekan. 100 kilo chiqargan uzumni biz shundan foydalanmoqchimiz. Sizlarga ham tavsiya qilaman mana shu narsadan. Mana shundan masalan 800 ming so'mga 1000 dona olsangizlar, 1 tonna, o'rtacha 1 tonna uzumni qushlardan himoya qilsa bo'ladi. Masalan, mana shu avatarni 1 tonna uzumni himoya qilsak qushlardan, sentyabr oylariga borib 20 ming so'mdan sotsa bo'ladi. O'rtachada 20 ming so'mdan kelsa, 800 ming so'm puli setkaga ajratsak, bergan dorimizni ajratib tashlasak, bu yoq bu yog'i 1 tonna uzumda bir 17-16 ming so'm foyda qilar ekan. Hozir uni kiyizib ko'rsataman sizlarga. Bilasizmi? Mana shunaqa qilib kiyizamiz. Kiyizganimizdan keyin mana bunaqa bog'ichi bor. Mana shuni qisib qo'yamiz. O'zi turaveradi. Mana tortiladi, turaveradi. Osongina. Endi mana pastki qismini hozir qaychi yo'q yonimda. Pastki qismini qaychi bilan qirqib qo'yamiz. Nega deganda, dori ishlov berganda mana pastdan ishlov beramiz bunga dori. Ximik dori sepamiz hali bunga. Sizlarga ham ma'qul kelsa, mana shu setkalardan xarid qilsangiz bo'ladi. Juda ham zo'r. Mana bu yerda bog'ichi bor, kiyizasiz, tortasiz. Bilasizmi? Hozir yana bittasi kiyizib ko'raman. Mana bunaqa bu setkaning mana shunaqa bog'ichi bor. Mana shunday qissa, kiyizganda qissa mahkam qoladi. Tushmaydi shamolda. Ko'rsataman hozir. Qarab tur. Mana shuni ko'rsatib ko'rsataman. Mana shunaqa kiydiriladi. Kiydirib, mana bog'ichini mana shunaqa qisamiz bo'lgani. Osongina. Ko'rdingizmi? Shunaqa qilib hammasi kiyib chiqamiz. Şimdi tarafdan ko'rsatamiz. Tarafga. Nega? Endi kamera olib tur, yaxshimi? Yana osongina qarab turinglar. Mana shu bog'ichga tortib ko'ramiz. Yana bu kamida 3 yil foydalansa bo'ladi. 3 yilga deyim. Kun olmaydi buni. 3 yilga foydalansa bo'ladi bundan. Ayniqsa vash usulida bo'lsa, soyada mana bu setkani kun olmaydi. Yer takasa kun olishi mumkin. Mana bunaqa vash usulida bo'lsa, 3 yil, 4 yil, 5 yil ham ishlatsa bo'ladi. Nega deganda uncha kun tushmaydi, kun olmaydi. Mana osongina sizlarga ham tavsiya qilaman. Qushlardan mana shunaqa qilib himoya qilishni. Mana 100 donasini 80 ming so'm pulga olganman. Mana shu bir bosh uzum 1 kilo chiqadigan bo'lsa, o'rtacha 1 tonna uzumni himoya qilish uchun 800 ming so'mga mana shunaqa setka xarid qilib olishingiz kerak.
Endi qaysi mevalar mana boshlarini qaysi bir rang olib boshlagan bo'lsa, shularga kiygizib, birinchi bo'lib shularga kiygizamiz. Deganda qushlardan himoya qilishimiz kerak. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qolishlaringizni so'rab qolaman. Agar bundan ham arzonroq tushadigan yo'llar bo'lsa, himoya qiladigan, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib yozib qoldirsangizlar, biz albatta xursand bo'lamiz.